qadrdonlarim, Qashqadaryo Kosondagi 6 ga 4 razmerdagi Shuhrat uylardan eng sifatli do'konimizni bitirdik. Hozir sizlarga birma-bir aytib o'tib ketaman. Xo'sh, tashqi ko'rinishi tunuka fonimizni bu qizilni ham to'qroqdan, antiqasidan qo'yganmiz. Bunaqasidan hali chiqmagan edi. Xo'sh, turtli qalindan deyiladi, zanglamaydigandan. Bu tomonida hozir ichkarisida xonasi bor. Xo'sh, oynalarimiz har doimgidek ranglisidan qo'yilgan. Bunga ham yodivi shisha qo'yganmiz. Aktamiz esa antirazitdan. Hozir ichki tomonni sizlarga birma-bir aytib o'tib ketaman. Ana endi ichki tomonni ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'sh, polimiz har doimgidek shpuntovoy rossiyskiy taxtadan, issiq sovuqqa chidamli, eng mustahkamidan. Xo'sh, devorimiz laminatdan. Mana hozir o'sha o'zini materialidan akamizga prilavkani ham o'zini ichiga qilib berdik. Xo'sh, balandligi bu do'konimizda 2.30 bo'lyapti. Xo'sh, mana devorlarni ko'rishlaringiz mumkin. Yog'ochda laminatidan juda ham chiroyli chiqqan. Bu 6 ga 4 bo'lyapti. 3 ga 4 joyini savdoga qilganmiz, xonasini do'konga mo'ljallab. Xo'sh, bu tomonida 2 ga 4 joyidan bitta отдельно xonacha qilib qo'yganmiz. Bu tomonga mana shu tuyalarni sutini, yana mayda-chuyda tovarlarni qo'ysa bo'ladi. Hozir mana sizlarga ichki tomonni ko'rsatib o'tib ketaman. Devorni ham o'ziga mos keladigan yaxshisidan tanlaganmiz. Xo'sh, mana ichini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu tomonga bitta fortichka ham qo'yganmiz havo aylanishiga. Burchagida bunga ham 2 qator polka qo'yganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli. Faqat bitta elektro ishini qilsa, elektromontajni qilgandan keyin bemalol foydalansa bo'ladi. Faqat tovarni tikish qoladi. Xullas, kimga mana shunaqa eng sifatli, yaxshi do'konlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.